Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana stoleshnitzamizni o'yish jarayoni, gaz plitamiz joyi. Mana ustozim chiroyli qilib kesib qo'yibdi mana. Qani? Qanaqa? Vah. Bittada tushadi-da shunaqa. Sifatli ish mana shunday bo'ladi. Inshaalloh. Katta gapirmaymiz. Lekin ko'z tegmasin. Ancha-muncha ishlarni qilib qo'yamiz. Duxovkasini ham joyiga qo'yib yuboraylik birdaniga. Sal ko'tar. Duxovkasini qo'ygandan keyin vid boshqacha ochiladi. Ustoz nima deysiz shunga? Zo'r. Shunday.